ma'ruza mashg'uloti mavzui ma'ruza mashg'ulotlarini tashkil etish bo'yicha ko'rsatmalar. Demak, ma'ruza mashg'uloti o'zi nima? Avvalambor ma'ruza mashg'ulotiga to'xtaladigan bo'lsak, bu zamonaviy ta'lim jarayonida ma'ruza mashg'ulotlarini professional darajada tashkil etish bo'yicha to'liq qo'llanma shaklida ushbu prezentatsiyani taqdim etaman. Prezentatsiyamizning kirish qismi hisoblanadi. Demak, ma'ruzaning ahamiyati va maqsadi deganda ikkiga bo'lib o'rganadigan bo'lsak, ta'limning asosiy shakli hisoblanadi ma'ruza. Ya'niki unda ma'ruza jarayoni eng muhim va ta'sirchan shakli hisoblanib, unda tinglovchilar mavzuni yaxshi, yetarli, samarali darajada tushunib olishi muhim hisoblanadi. Mustaqil fikrlashni rivojlantirish uchun ham ma'ruza mashg'uloti muhim sanaladi. Mustaqil fikrlash deganda asosan tinglovchi, ya'ni tinglovchi talabalar hisoblansa, ularning tanqidiy fikrlashi o'sha ma'ruza mashg'ulotidagi o'qituvchi qay darajaga yetkazib berishiga bog'liq hisoblanadi. Demak, ma'ruzaning asosiy vazifalari quyidagilar: aniq va tizimli tushuntirish va faol ishtirokchini ta'minlash. Demak, aniq va tizimli tushuntirishga to'xtaladigan bo'lsak, har bir ma'ruza mantiqiy ketma-ketlikda tushunarli tilda yetkazib berilishi zarur hisoblanadi. Ma'ruzani aniq va tizimli tushuntirish bu reja bosqichida bo'ladi, ya'ni rejalar ketma-ketligida tushuntirib o'tiriladi. Ikkinchisi esa faol ishtirokchini ta'minlash. Faol ishtirokchi deganda ma'ruza tinglovchilar, ya'ni talabalar hisoblansa, ularning ma'ruzaga bo'lgan diqqatini jalb qila olishi o'qituvchining pedagogik ko'nikmalaridan, pedagogik malakasini shakllantirishda mustahkam poydevor hisoblanadi. Bunda o'zaro ma'ruza davomida o'quvchilar bilan birgalikda savol-javob, ya'ni an'anaviy metodlardan ham qo'llasa, ma'ruzani qanchalik darajada o'quvchilar tushunganligini bilib olishimiz mumkin. Demak, bu vazifalar birgalikda uyg'un bajarilganda o'qituvchi va o'quvchi o'rtasida chuqur bilim olishga yordam beradi. Keyingi slaydimiz ma'ruza tashkiliy jarayonida ma'ruzani puxta o'rganish va rejalashtirish, ma'ruza matnini texnologik xarita tayyorlash, uslub va metodlarni tanlash. Demak, bu mana shu 3 ta rejamiz ma'ruzaning tashkiliy jarayoni hisoblanadi. Unda ma'ruzani puxta o'rganish kimga talab etiladi? Albatta o'qituvchi, ya'ni ma'ruzachi ma'ruzani puxta o'rganmasdan, tayyorgarlik ko'rmasdan turib ma'ruzani o'tishga kelsa, unda o'zi reja ketma-ketligi buziladi va tartib yo'qoladi. Shunda o'quvchining diqqatini jalb qilish ham qiyinlashib boradi. O'z-o'zidan, ya'ni ma'ruzani puxta o'rganishga zarurligini bilib o'tadi. Demak, ma'ruza matni va texnologik xaritalarni tayyorlash. Ma'ruza matni nima uchun kerak deganimizda, ma'ruza matnini tayyorlash ham o'zining zaruriy ko'nikmalariga tayanadi. Bunda tizimli va mantiqiy tuzilgan matn yaratiladi. Ya'niki nima yangi mavzuni qay darajada tushuntirish o'qituvchining salohiyatiga bog'liq bo'lsa, ma'ruzani matnni tayyorlash ham o'qituvchining salohiyatidan kelib, rejalar asosida tayyorlanadi va talabalar va o'quvchilarga vizual materiallar orqali tushuntirib o'tiriladi. Vizual materiallar bizda asosiy slayd hisoblansa, o'sha slaydni ham tayyorlash tartibi, qoidalari bo'yicha tushuntirib o'tiriladi. 3-rejamizga keladigan bo'lsak, uslub va metodlarni tanlash. Ma'ruza mashg'uloti biz bilamizki, oliy o'quv yurtida 80 minutlik dars o'tish jarayonida metod va uslublardan faol qo'llana olsa o'qituvchi, o'quvchilar yoshi, bilim darajasi va qiziqishlarini hisobga olib, u ma'ruza matnida o'shanga qarab metod va uslublar tanlaydi. Keyingi slaydimiz faol ishtirok, samarali o'rganish kaliti. Bu nima degani? Demak, bizda o'qituvchi va o'quvchi o'rtasida faol ishtirokni ta'minlasak, samarali o'rganish paydo bo'ladi.